Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi ko'hnamiz tayyor bo'ldi. Tepa regil bor edi, regil yopib, ichiga narsa foydalanadigan yopildi. Mana kat yo'l yopib yuborildi. Tepasida polka bor. Tasini ham cho'chigan ko'radigan joy. Bu yerda kir mashinani o'rab yuborildi. Bu eshik. Mana bu shaxta bor ekan. Shunga men bilan albanka qo'ydik bularni. Foydalanish olmaydi. Bu yerda kichkinagina joy. Foydalanadigan joy. Tepasida ham katta polkali joy. Tagidan ozgina bo'lsa ham foydalanish kichkinagina polkacha qilindi. Tortmali. Kimga xizmat kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Rahmat hammaga.